Kamolat 89 ko'rik konkursining mutlaq g'olibi Muhammad Karim Soipovning Marg'ilon shahrida Marg'ilon xalqi uchun beradigan konsertga kelib tomosha qilib o'tiribsizlar. Hozir mana endi sizlarni guldiroz qarsaklaring ostida Muhammad Karim Soipovni davraga taklif qilamiz. Marhamat, Muhammad Karim Soipov. Karim aka, siz sevgi bir sevib turmush qo'yganmisiz debdi. Bu birinchi savoli. Xudoga shukr, sevib turmush qilganman. Bolalarimni hozir ham sevaman. Ular ham tinch bo'lsin ana vaqtimga. Sevgi deganda nimani tushunasiz? Sevgini unutish haqida ashula aytish mumkinmi? Bo'lsa aytib bering debdi. Menimcha sevgi bor narsa. Sevgi shunday narsaki, bu dunyoda odam nimani xohlasa Alloh shuni berar ekan. Masalan, birontasini bir yigit yaxshi ko'rib qo'ysa, astoydil ko'ngil qo'ysa, uylanadi, bola chaqali bo'ladi. Uy quraman desa uy quradi, mashina olaman desa mashina oladi. Bu dunyoda bir narsa qolar ekan. Inson yetishmagan, u ham bo'lsa Allohning jamoli qolar ekan. Oldingi shoirlarimiz Navoiy, Fuzuli, Mashrat, Ganjaviy, Nizomiy shular hammasi Allohning jamolini kuylab o'tishgan shoirlar ekan. Sevgi menimcha shu bo'lsa kerakki, Allohning jamoli bo'lsa kerak. Sevgi bamisoli olma. Olmani hidlab yursangiz yuraveradi. Olmani yegan saringiz olma tugaydi-ku. Shuni singari faqat Allohning jamoliga oshiq bo'lib sevgan, menimcha sevgi mana shu sevgi bo'lsa kerak. Oqar daryoga ham kim g'urbat bergan? Oqar daryoga ham kim g'urbat bergan? Hayot kimga asal, kimga qat bergan? Sarkash deb ey do'stim koyima meni. G'anim senga emas, menga pat bergan. Dunyoda eng aziz Qur'on o'qilur. U ham bo'lsa ahyon emas, mudom o'qilur. Piyola chetida bir oyat borki, piyola chetida bir oyat borki, hamisha har yerda hamon o'qilur. Bir qo'lda Qur'on, bir qo'lda Qur'on, bittasida jon, yo'qda halolmiz, yo'qda harom. Dervish gumbaz osmon ostida, Firuza gumbazli osmon ostida, na chin musulmonmiz, na kofir tamom. Azlar narigi chin dunyoda Alloh taolo bir xilgi toifa insonlardan so'rar ekanki,
ey banda, bu dunyoda meni nimaga esingdan chiqarib qo'yding der ekan. Shunda haligi banda, ey Alloh, o'zing menga boy davlatni berib qo'yding, bola chaqani berding, hamma yo'g'imni bekami ko'z qilib yaratib qo'yding. Ana shu o'zing bergan boylikni o'ylab seni esimdan chiqarib qo'yibman der ekan. Shunda Alloh taolo janob Sulaymon alayhisalomni chaqirar ekanlar. Bu kishi butun dunyoni podshosi bo'lganlar. Butun boylik mana shu kishining qo'lida bo'lgan. Sen banda bundan ham boyroqmiding der ekan. Yana bir xilga toifa insonlar aytar ekanki, ey Alloh, meni kambag'al qilib yaratding o'zing. Bir eski kulbam bor edi, bolalarim bor edi, o'zimni qornimga ham nonni zo'rg'a topib yerdim. Shu qornimni o'ylab seni esimdan chiqarib qo'yibman deganida Alloh taolo janob Iso alayhisalomni chaqirar ekanlar. Ey banda, seni bola chaqang, uying bor ekan. Bu Isoni uyi ham yo'q edi-ku, shundan ham kambag'alroqmiding deb aytar ekan. Yana bir xilga toifa insonlar aytar ekanki, ey Alloh, menga dardni, kasalni berib qo'yding. Ana shu o'zing bergan kasalni o'ylab seni esimdan chiqarib qo'yibman deganida Alloh taolo janob Ayyub alayhisalomni chaqirar ekanlar. Bu kishini tanasini 72 yil qurt yeb azobda yotganda ham meni esidan chiqarmagan. Sen banda bundan ham kasalroqmiding der ekan. Ana shu biz boqayotgan ipek qurtlari janob Ayyub alayhisalomni tanasidan chiqqan qurt muqaddas qurtga, ya'ni ipak qurtiga aylangan ekan. Mana shu qurtlarni biz boqamiz hozir. Xullas kalom Alloh taolo bandalarga aytar ekanki, uyinglarda mana chiroqlar yonadi. Ana shu chiroqning haqini haligi uchochchikka qarab to'laysanlar. Lekin mendan qo'rqmasdan, Alloh qarab turibdi demasdan har xil ishlarni qilishasan der ekan. Xullas Marg'ilon ahli, Marg'ilon xalqi unday insonlardan vojib. Men Marg'ilon xalqini hurmat qilaman, ta'zim qilaman. Xudo xolasa inshaalloh umrimning oxirigacha mana shu xalqqa xizmat qilishga tayyorman. Bu dunyodan o'tdi ne mard odam, qolishlik lopini urmagil seni ham. Sher bilan olishgan palvonlar qani, g'ururdan ko'kragi osmonlar qani. Tuproqdan yaraldik, bo'lamiz tuproq. Yaxshidir, yaxshidir, yaxshilik urug'ini ekmoq. Tuproqdan yaraldik, bo'lamiz tuproq. Lozim yomonlikdan hayiqib turmoq. Ömrüm qiynoqdadir, dardim bilaj. Rohat qisqa-yu kulfat topmoqda rivoj. Xudoga min qatla shukrki, dardu alamiga qilmadi muhtoj. Xudoga min qatla shukrki, dardu alamiga qilmadi muhtoj. Bugun bu davrada bir ukamiz o'tiribdi. Xolmatjon degan ukamizni tug'ilgan kuni. O'g'li ham mana shu kunda bir kunda tug'ilishganlar. Jahongirbek, mana shu ukalarimizni ham sizlarning nomlaringdan, o'zimning nomimdan tabriklab bir juft qo'shiq aytib bersam.
yolg'on dunyoda yolg'on yashadi. Majruh ko'ngillarida armon yashadi. Bu yolg'on dunyoda yolg'on yashadi. Majruh ko'ngillarida armon yashadi. Har ikki dunyodan izladim bir do'st, ammo topolmasdan hayron yashadi. Hayron yashadi. Har ikki dunyodan izladim bir do'st, ammo topolmasdan hayron yashadi. Hayron yashadi. Sığındım özümge, topmadım o'zni, oftob ko'rmas ekan, hatto ko'r ko'zni. Sığındım o'zimga, topmadim o'zni, oftob ko'rmas ekan, hatto ko'r ko'zni. Oyog'im ostida yig'ladi jonim, ko'tara olmasdan men aytgan so'zni. Men aytgan so'zni. Oyog'im ostida yig'ladi jonim, ko'tara olmasdan men aytgan so'zni. Men aytgan so'zni. Vücudum yo'qoldi, umrim yo'qoldi, qo'limga chiqazdi temirdan asal, temirdanim dedi, mahrim yo'qoldi, mahrim yo'qoldi. Qo'limga chiqazdi temirdan asal, temirdanim dedi, mahrim yo'qoldi, mahrim yo'qoldi. Yig'ladim bu dunyo egasiz ekan, mehmoni ko'p ekan, mezbonsiz ekan. Yamlashir bog'lari qumchadir o'qib, bu dunyo xarob, posbonsiz ekan. Yamyashil bog'lari qumchadir o'qib, bu dunyo xarob, posbonsiz ekan. Posbonsiz ekan. Bu yolg'on dunyoda yolg'on yashadi. Yolg'on yashadi. Yolg'on yashadi. Yolg'on yashadi. Yolg'on yashadi. Yolg'on yashadi. Endi bitta yalla qilamiz. Yallasida qizlarimiz o'ynab beradi. Tojik xalq qo'shiqlaridan maza.
Bir ko'chaning ul boshida, bul boshida men yorga zar yorim tirar gul yoshida. Bir ko'chaning ul boshida, bul boshida men yorga zar yorim tirar gul yoshida. Ketolmayman yo gul tomon yo tomon, yetay jonim omonatdir qilboshida. Ketolmayman yo gul tomon yo tomon, yetay jonim omonatdir qilboshida. Gözlerimiz köylümüzün dildaşıda, aklı okşun oğulagan sümbülleri, köngül okşun hayalları almasıda. Aklı okşun oğulagan sümbülleri, köngül okşun hayalları almasıda. O'ttiz yoshim dildoshida, qaldirg'ochim qoshginamga qayrilmasay, yetolmayman o'ttiz yoshim dildoshida. Yuk kuylab ado bo'lsam yor bilmasin,
Haber topsin muhallinin yıl aşıda. Haber topsin muhallinin yıl aşıda. Haber topsin muhallinin yıl aşıda. Yıl aşıda. Yıl aşıda. Davrlar keladi besanar mutlaq eng buyuk shodliklar inson hayoti eng buyuk g'aming ham saqlanar biroq qachonki bor ekan ona vafoti eng buyuk g'aming ham saqlanar biroq qachonki bor ekan ona vafoti azizlar konsert dasturimizni onajon qo'shig'i bilan boshlaganimiz ham bejiz emas. Dunyoda inson uchun eng buyuk g'am onasini o'limi bo'lar ekan. Men mana shu yerga katta boshlarni kichik qilib mana shu o'g'limni bitta qo'shig'ini bo'lsa ham eshitaylik deb kelgan onalarimizga ta'zim qilaman. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Bolalaringni orzu havasini ko'ringlar. Sizlarning qatorlaringda shu yerda o'tirgan do'stlarimizni onalarini qolaversa, bizni onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin, salomat bo'lsin. Ko'zimni nuri jonim ona o'stirding sen meni jana jana ko'zimni nuri jonim ona o'stirding sen meni jana jana o da sen sevgisini bir kaynar hayal serin kalbinaman sana bir aziz avlat kabi canım anacığım neşe arzu kemalat bağrımda tütmüş harar az olsun seni canım ana saçını akhan qarasiga kurbanı sözünü o sesi Allah'a kurbanı canım anacığım bahar taronasidir ona ilk bir muhabbat go'zallik olamidir ona bir şair demektir, şair ilavesidir.
shirinlik maqomlarga o'xshaydi. Ajoyib bir navmaqam nazoratga o'xshaydi. Onamni allalari navbaharga o'xshaydi. Bu sözlerden düşman ağlasın emkanda. Beşiktaş şirin şirin yatır mudra geldi. Dağday, dağday. Manılsam kimlerim yığlar. Manılsam ağlam yığlar. Otusup yanıp yığlar. Manılsam ağlam yığlar. Otusup yanıp yığlar. Oğul kızlarım ki yalgan yığlar. Azizlar, bu dünyada inson uchun rost bilan yurakdan kuyib, yonib yig'lagan yolg'iz onani o'zi bo'lar ekan. Men buni boshimdan o'tkazganman. Mana bir akam bo'lardi, rahmatlik 18 yoshida olamdan o'tganida onamiz yig'laganini men ko'rganman. Bir onasi, bir o'g'il, ikkalasi yolg'iz yashashar ekan. Haligi yigit onasini qavatdan olib, qo'lini yuzini yuvib, onajon, qorningiz ochgandir, sizga ovqat beray deb tashqariga chiqib ketganlarida haligi ona qo'llarini ochib, ey Alloh, mana duoyim ijobatga o'tsa, sendan so'raymanki, mana shu o'g'limni menga qilayotgan xizmatlariga, menga ko'rsatayotgan hurmatlariga qiyomatda, mahsharda payg'ambarlarning qatorida ko'ray deb duo qilayotganida payg'ambarimiz kirib, onajon, duoingiz ijobatga o'tdi degan ekanlar. To'xta, sen kim bo'lasan deb so'rasalar, men Musa alayhissalom bo'laman. Allohdan so'ragandim, mahsharda yonimda kim turishini, o'g'lingizni ko'rsatdilar. O'g'lingiz qiyomatda, mahsharda inshaalloh meni yonimda turadi degan ekanlar. U ham bo'lsa onalarimizni duolari albatta vojib. Yana bir narsa borki, bu yerda uylanmagan ukalarimiz o'tiribdi. Yangi uylangan do'stlarimiz bordir. Bir narsani aytib bersam, balki foyda qilar. Janob Muhammad sallallohu alayhi va sallam tiriklik davrlarida yoniga 3-4 ta odam kelib, "Ya Rasululloh, bizning qishloqda bir yigit bor edi. Shu jon taslim qila olmayapti. Tiliga hattoki kalima ham kelmayapti" debdi. U yigit o'zi 5 vaqt namozni kanda qilmasdan o'qib, shu Allohning yo'lida yurar ekan. Rasululloh so'rabdiki, u yigitni ota-onasi hayotmi deb so'rasalar, onasi hayoti boshqa bir qishloqda turadi dedilar. Onaxonga borib aytinglar, kelolasa yonimga kelsin, bo'lmasam o'zim boraman oldiga dedilar janob Rasululloh. Shunda haligi ona Rasululloh meni chaqiradi-yu, men bormaymanmi deb oldilariga kelsalar, onajon, o'g'lingiz sizni xafa qiluvdimi deb so'rabdilar. Haligi ona, o'g'lim meni xafa qilmovdi-yu, shu meni yonimda aqli ayoliga, ya'ni xotiniga yaxshiroq munosabatda bo'lgandek bo'luvdi. Meni ko'nglim ranjib, boshqa uydan, boshqa qishloqdan uy olib chiqib ketganman, shu yerda yashayman dedilar. Shunda Rasululloh, onajon, o'g'lingizni gunohidan o'ting deb so'radilar. Haligi ona o'g'limni kechirdim degan zahotiyoq borib qaratsa, haligi yigit la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb jon taslim qildilar. Qarangki, onani oldida xotiniga yaxshiroq munosabatda bo'lgan bir insonni ahvolini qarang. Onani urganini, so'kkanini faqat Alloh biladi. Shoirlarimiz bejiz aytishmagan, yoringizni ishqini qo'ymangiz undan baland, onalik mehri ketib, yoriga mahram bo'lmasin deganlar.
Shu yerda o'tirgan onalarimiz yana bir marta onajon va yana onalarimizning umrlari uzoq bo'lib, otalarimiz salomat bo'lsin, omon bo'linglar. Onani hurmat qiling. Ko'nglida g'am bo'lmasin. Ko'ngliga g'ashlik tushib, ko'zlaring ham bo'lmasin. Asroy olam qurib, hijron o'tida yo'qman. Jondan aziz boshlaring el aro past bo'lmasin. Onani hurmat qiling, ko'nglida g'am bo'lmasin. Yoringizni ishkini qo'ymaysiz dalbarana. Ketib yarga mahram bo'lmasin, yarga mahram bo'lmasin. Onani hurmat qiling, kimsa yo'qdan ulug'. Haqqiga aylang duo, bir umr kam bo'lmasin. Onani hurmat qiling, kimsa yo'qdan ulug'. Haqqiga aylang duo, bir umr kam bo'lmasin. Doimo birga yurchi, ota ham kam bo'lmasin. Doimo birga bo'lishi, ota ham kam bo'lmasin. Salom Hangi pallasi kelib ağımga yürürlerimde rızgin barına. Oydik kulgan cemalina çiçeklerde rızgin barına. Bahar çağı bulbul bulur güllerimge kul gel barına. Bahar çağı bulbul bulur güllerimge kul gel barına. Tila kullum sadasına Köyning bilan sezgir barna. Köyning bilan sezgir barna.
Apa bilan keskin barna Apa bilan keskin barna Tonni pallasi kelpaqimkan Güllerden özgür barna Çiçeklerden özgür barna Özgür barna Özgür barna Azlar talablarga binoan bitta qo'shiq aytib beramiz. Yot uyda yar bo'ldi. Voy alamchi jonala. Yar o'zgaga yor bo'ldi. Voy alamchi jonala. Yarga oqim yetmasmi? Badalashib ketmasmi? Yarga oqim yetmasmi? Badalashib ketmasmi? Yana kelar shiyar bo'ldi. Alamchi jonala. Yana kelar shiyar bo'ldi. Oy alam jonala. Kim köp zar buldu Alamchi jonala. Kimga kim köp zar buldu Alamchi jonala. Oy alamchi jonala. Qochgani yo'l ko'p edi, chekkani ko'p edi. Qochgani yo'l ko'p edi,
ayrilish yar bo'ldi. Alamchi jonanim ayrilish yar bo'ldi. Alamchi jonanim yar ketdi yarning ortidan, voy alamlab deganim qoldi. Yar ketdi yarning ortidan, voy alamlab deganim qoldi. Yaraponing o'zgani shartidan, dardim kuyga solganim qoldi. Yaraponing o'zgani shartidan, dardim kuyga solganim qoldi. Voh alamchi jonanim, voh alamchi jonanim, voh alamchi jonanim, voh alamchi jonanim. Nişandır neden, ne nişanım qaydadır. Atrin saçıp keldi bahar, sümbül ünü yüz bin katar. Dert ile seramayı sacar, servi revanım qaydadır. Dert ile seramayı sacar, servi revanım qaydadır. Dostlar araş hermeldemen, yandın halas buldu beden, servi revanım qaydadır. Kursendligim ornidağım buldun acet bir bardağa, açimine açık alem, şeker ifşanım qaydadır. Açimine açık alem, şeker ifşanım qaydadır. Gözden dökülmekte kulak, hayyar kebap, tayyar şarap, kulli kımanın qaydadır. Aylat gittim hallami, bana cebrin kaman, olmaz diriye keş kaşan, şirin zabanın qaydadır. Olmaz diriye keş kaşan, şirin zabanın qaydadır. Canım erir ulgil badan, sevdiridir ul bilen. Canım erir ulgil badan, sevdiridir ul bilen. Deli ketse sizle yaylan, aytgir ki canım qaydadır. Deli ketse sizle yaylan, aytgir ki canım qaydadır. Canımda yok aram mening, aram canım qaydadır. Acı nişandır üsteden, ne nişanım qaydadır. Aram canım qaydadır.
Nami canım qaydadır. Marhamat. Rahmat Yarim aka. Hozirgi ijro etiladigan qo'shiq Mavi deb ataladi, turkcha qo'shiq. Shu Marg'ilon madaniyat saroyini raqqosalari bu qo'shiqqa o'ynab beradilar. Marhamat. Gelen mavi masmavi gözler buncuk mavi bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kim yani? Aşık oldum, bu gelen kimin yari? Mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Mutluluğunu ararken yine durdu aslandı. Mutluluğunu ararken yine durdu aslandı. Mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? 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 Rahmat. Muhammad Karim akamizni hozirgi aytadigan qo'shiqlari Onajonim deb ataladi. Marhamat. Onajonim, siz uchun kuylarman qo'shiq. Onajon, men uchun bo'ling bir ilhom. Siz uchun xizmatda bo'laman o'zim. Onajon, meni ham qiling bir ilhom. Marhamat. Neçe gün ki yok aramın, kiralmayman kişimge. Neçe gün ki yok aramın, kiralmayman kişimge.
Onajonim kechalari kirib chiqar tushimga. Qo'llaridan kelpagich nurida yaltirar. Onajonim imlab meni oshlariga chaqirar. Onasan jonajonsan, onasan mehribonsan. Jismimizga jon bergan jondan aziz insonsan. Jismimizga jon bergan jondan aziz insonsan. O'lgan yurak sozimni olib meni kuylayman qadringizni. Ömrüm bo'yi dilga jolab men ketayin mehringizni. Onajonim mehribonim, onajonim mehribonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim. Hardam onajonim bo'ling bardan. Sizlar qalbga kirdi ko'klar, sizlar hayotim mukarram. Onajonim mehribonim, onajonim mehribonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim. Yok edim siz bor etdingiz, mehringiz izhor etdingiz. Elga vafodor etdingiz, ham san'atga yor etdingiz. Onajonim mehribonim, onajonim mehribonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim, mehribonim. Osmonlarni to'ldirib baland uchar turnalar. Osmonlarni to'ldirib baland uchar turnalar. Galasiga yetolmay mening turnam zorlanar. Galasiga yetolmay mening turnam zorlanar. Rahim qiling qaribga unikting turnalar. Rahim qiling qaribga unikting turnalar. Yolg'izlikki yamaldir, yurak bag'ri yig'lanar. Yolg'izlikki yamaldir, yurak bag'ri yig'lanar.